Odamlar hayotda juda kech anglaydigan 11 haqiqat. Birinchisi, qancha kam gapirsang so'zlaring shunchalik qadrli bo'ladi. Ikkinchisi, hamma narsani o'zingga olaverma. Odamlar sen o'ylaganchalik ko'p o'ylashmaydi. Uchinchisi, muammolarga e'tibor bersang muammolar ko'payadi. Imkoniyatlarga e'tibor bersang imkoniyatlar ko'payadi. To'rtinchisi, hozir qanchalik qiyin bo'lmasin, bir kun ortga qarab, aynan shu sinovlar hayotingni yaxshiroq tomonga o'zgartirganligini tushunasan. Beshinchisi, hayotingga kirgan har bir insonning sababi bor. Yo ular seni hayotingni o'zgartiradi yoki sen ularni hayotini. Oltinchisi, hech qachon yangi narsani sinab ko'rishdan qo'rqma. Faqat bilgan chegarangda yashasang, hayoting zerikarli bo'lib qoladi. Yettinchisi, bir lahzaning qadrini u xotiraga aylangandan keyingina chinakamiga tushunib yetasan. 8-si, minnatdor bo'ladigan narsalarga e'tibor berishni boshlasang, yetishmayotgan narsani kamroq o'ylaysan. 9-si, agar o'zingni boshqara olmasang, kelajagingni ham boshqara olmaysan. 10-si, hayot oynaga o'xshaydi. Sen qanday fikr bilan qarasang, u ham senga shunday javob qaytaradi. 11-si, har tong yuzlashing kerak bo'lgan yagona inson bu o'zing. Yengilmas bo'l.